Kim kelyapti seni yoningga? Tushunmadim. Kim olib keldi mana buni? Yarashibdimi? Kim qatnayapti seni yoningga? Mana buni kim olib keldi? Jahlimga chiqarma. Oyoq qo'lini sindiraman agar topsam. Ukam olib keldi. Ishonmasangiz Nishon akadan so'rang. Hozir so'rayman. Hozir. Nishon aka. Hey Nishon aka. Xotinim oldiga kim kelyapti? Mana spirgini kim olib keldi? Bir yigit kelyapti. Kim? Ukasiman deb aytdi. Ukasi? Hozir ukasini ham chaqiraman. Yillar o'tsa, sochlaring oppoq bo'lsa ham quchog'imdasan. Opam, Lola yaxshi ko'lardi-ku. Lola olib keldi. Sen olib kelsan. Pochcha. Shu ta'mirlash xo'siz-a. Bir paytlar sendan uyalib yurgan ukang gul ko'tarib ketdi. Shivirlaysan men sendaman va bunga yana ishonaman. Chunki men seni butun qalbim bilan sevarman. Har nafasimda sening baxting uchun yashayman. Adajon! Ma, sen sumkani olib kirib qo'ygan. Sen ozgina o'zingni qo'lga olgin. Mana qizingni ham chalg'iysan deb olib keldim. Odamlar sen to'ringda jinni bo'lib qolgan deb o'ylashyapti. Unga ham ota mehri kerak. O'zi yaqinda onasidan ayrildi. Sal bo'lsa ham o'zing qo'lga olgin. Qanaqa qilib davolasa bo'ladi? Davolashni eng avvalo tabletkalardan boshlash kerak. Bilganinglarni qiling. Shuning men bilan bunaqa gaplashib yurishingiz kelajagi yo'q. O'tmishi bor.